Bismillahirrohmanirrohim. Takasur surasi 8 oyatdan iborat. Qalamda mundoq qilib ko'rsatib ketgan mundoq joyim shu bitta so'zni bildiradi. Masalan, alhaakum bitta gap, at-takasur bitta gap. Alha deb turib kumut, takasur deb bo'lib olmaymiz. Alhaakumut takasur. Asha qalamda mundoq qilib atek ko'rsatib ketganman, e'tibor beringlar. Xo'p. Bida birinchi mana hamza bilan alif kelyapti, lam sukunli kelyapti, ya'ni ali deb qalqala qilmaymiz. Alhaaku deb. Alhaakumut takasur. Mohadan keyin mana kichkina mat alif, tabiiy mat kelyapti. 1-2 deguncha cho'ziladi. Kumut takasurda shamsiya harf kelganligi uchun, ya'ni alif lomdan keyin birinchi harfga qaraymiz. Agar harf tashdid bilan boshlangan bo'lsa, demak madagi alif lam o'qilmaydi. Mana kumut takasur deganda alif ham, lam ham o'qilayotgan yo'q. Movi kaf, kaf oldida billa alif bilan billa yozilgan. Takasur deb kafni alif matni berib 1-2 deguncha cho'zib o'tib ketamiz. Hatta zurtumul maqobir. Hatta deyam mana yo matni ustidagi belgi alifni belgisi o'zi. Ya yoziladi, lekin alif qolib cho'ziladi. Hatta ya yozilganiga e'tibor bermaymiz. Mana alif yozilganiga e'tibor beramiz. Zurtumul maqobir. Mana alif lamga ulanyapti, lamini to'liq beramiz. Qomariya harf bilan kelganligi uchun lami aniq o'qiladi. Maqobirda qofdan keyin alif bor. Uni ham cho'zamiz. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla ham alif lam bilan yozilgani uchun 1-2 deguncha cho'zamiz. Sawfa vovda labimizni do'rdaytiribroq chiqarsak yaxshi chiqadi. Sawfa emas, sawfa, sawfa. Ta'lamun. Mana oxirida vov maddiya kelyapti, ixtiyoriy cho'ziladi. Ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summada tashdidli mim kelayotganligi uchun ushlab turamiz, ya'ni g'unna 4-5 deguncha ushlab tursa bo'laveradi. Summa deb. Kalla degani alif mat bilan kelyapti. Ozgina cho'zamiz. Kalla sawfa labimizni do'rdaytiramiz. Sawfa ta'lamun. Oxirida ham mat kelyapti. Mat oriz bo'lganligi uchun ixtiyoriy cho'ziladi. 2-4-6 gacha cho'zsa bo'laveradi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla bida ham alif mat bilan kelyapti. Lam kalla deb cho'ziladi. Law. Vovni sukunini beramiz. Law deb. Undan keyin ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmalda lamga urishtirayotganligi uchun lamini sukunini to'liq beramiz. Yaqinda mana qofdan keyin ya mat kelyapti. Yaqin. Ixtiyoriy cho'zamiz. Yaqini deb oxirida to'xtayotganda qalqala berib qo'ymaylik, e'tibor beraylik. Yaqin. La tarawunnal jahim. La tarawunna ham nun tashdid bilan kelganligi uchun g'unna qilib ushlab turamiz. Undan keyin lamga urishtiramiz. Mana birinchi jim ustida lam bor, keyin jdan o'qiladi. La tarawunnal jahim. Oxirida yomat bor. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Summada g'unna kelyapti. La tarawunnaha nunda ham tashdid g'unna. La tarawun deb ushlaymiz. Vunnaha hadan keyin alif mat bor. Ozgina cho'zamiz. Aynal yaqin. Oxirida mat tabiiy mat kelyapti. Oriz mat kelyapti, ixtiyoriy cho'zamiz. Summa latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Summada g'unnali idg'om. Tashdidli mim deganim, tashdidli mim g'unna qilamiz. Summa latus'alunna ikkalasida ham g'unna bor. Bu yerda mana hamza kelyapti. Hamzaning ustiga a deb o'qiymiz. Latus'alunna hamza harakatli kelgan mahalda taqalish berilmaydi. Faqat sukunli kelganda taqalish beriladi. Shunga e'tibor beringlar.
Yawma izin, mana bu yerda ham yav vovni sukunini beramiz. Izinda hamzani tagidagi i'ni o'qiymiz. Z tagida tanvin kelyapti, ya'ni izhor qoidasi. Tanvin bir xilda ikkilasi teng kelsa, tanvinini aniq bildirib o'qiymiz. Ya'ni izhor qilib, aniq bildirib. Yawma izin anin na'im anin. Bu yerda mana nun tashdid bilan kelyapti. Jicha g'unna qilib ushlab turamiz. Naimda oxirida yana mad orisi kelyapti. Ixtiyoriy cho'ziladi. Sadaqallohul azim. Foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda fikringlarni yozishni va boshqalarga ulashishni unutmanglar.